Alo. Qalaysan, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi senga aytadigan. Lekin sen javob bermading. Esingdami? Sen birinchi marta kelganingda har xil strishkalarni ko'rsatib, rosa boshim og'ritganding. O'shanda ey Xudo, shu klient ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan. Sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rosalik. Sochingni o'tganimda ko'zlaring bilan menga, instrumentlarimga, devordagi rasmlarga qararding. Sani soching dunyodagi eng chiroyli sochlar. Soqollaring 4 tagina. Peshonangdagi o'rama o'zingga yarashib turadi. Strishkaga 10 ming ko'p pul berganingda xursand bo'lib ketgandim. Ichimda ozgina sendan umid borligidan sani sochingni olgan kunimni hech qachon unutmayman. Sani kutib 1 hafta, 2 hafta o'tardi. Men sen uchun klientlarimni chopardim. Men sen uchun любой strishkani qila olaman. Lekin seni bunga majburlashim, sen uchun javob berishim noto'g'ri. Sani sochingni olgan kunimni hech qachon unutmayman. Sani sochingni olgan kunimni hech qachon unutmayman. Men boshqa sartaroshga o'tib ketganim uchun alami kelyapti deb o'ylab, mendan nafratlanma iltimos. Men seni to'g'ri tushunaman. Chunki sen dunyodagi eng chiroyli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir. Meni rostlagan hurmat qilsang, menga yordam ber. Sochingni tarab yur. O'shanda men seni ko'rib xursand bo'laman. Boshqa kelmasam kerak, Shuhrat deganingda xotirjamligingni ko'rib hayron bo'ldim. Lekin tushundim. Ota-onangga sartaroshim bor desang, seni yomon qiynashardi. Buni mendan yaxshi bilasan. Hamma ota-onaga farzandini chiroyi kerak. Ular seni o'ylab barbershopga jo'natishyapti. Ular uchun sartarosh o'z yo'liga, barbershop bo'lsa, o'zing bilasan qanaqaligini. Sen shunaqa yaxshi joylarga borib, obro'yingni ushashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Podpiskamda, izbirnida bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y. Men seni hech qachon unutmayman. Men seni hech qachon unutmayman.